Assalomu alaykum hurmatli talabalar, sizlar bilan men Madina. Bugungi mavzuyimiz media savodxonlik. Media savodxonlik o'zi nima degan savolga javob beramiz. Qani ketdik rejalarga to'xtalib o'tamiz. Media savodxonlik tushunchasi, zamonaviy jamiyatda uning ahamiyati, media savodxonlikning asosiy tamoyillari, soxta axborot, feyk va uni aniqlash usullari, ijtimoiy tarmoqlarda axborotni tanqidiy qabul qilish, yoshlar va media savodxonlik, muammo va yechimlar, media savodxonlikni oshirishda ta'limning roli. Ushbu reja asosida mavzuni yoritamiz. Media savodxonlik bu insonning turli axborot manbalarini tushunishi, tahlil qilishi, baholashi va undan ongli ravishda foydalanish qobiliyatidir. Bugungi tezkor axborot asrida har kuni ijtimoiy tarmoqlar, saytlar, TV va boshqa manbalardan turli xabarlar kelib tushadi. Ularning har biri ishonchli emas. Shu sababli axborotni tanqidiy tahlil qilish har bir fuqaroning asosiy ko'nikmasiga aylanishi kerak. Media savodxonlikning asosiy tamoyillari bu tanqidiy fikrlash, har qanday axborotni shubha bilan qabul qilish va tekshirib ko'rish, axborot manbaini tekshirish, kim e'lon qilgan, qachon, qayerda, bu savollar muhim. Fikrlar xilma-xilligini hurmat qilish, har kimning nuqtai nazarini bo'lishi mumkin. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har qanday xabarga ishonadi. Aslida esa bu platformalarda nazorat kam, har kim istaganini yozishi mumkin. Har bir foydalanuvchi axborotni ulanishdan avval tekshirishi kerak. Media nima? Media lotincha medium, vosita. Bu axborotni keng ommaga yetkazish uchun xizmat qiluvchi vositalar yig'indisidir. Oddiy qilib aytganda, media bu odamlar orasida axborot tarqatishning turli shakllaridir. Media yordamida jamiyatga yangiliklar, fikrlar, tahlillar, ko'ngilochar materiallar yetkaziladi. Bugungi kunda media nafaqat axborotni tarqatadi, balki odamlarning fikrini shakllantiradi, ijtimoiy muammolarni muhokama qiladi va madaniyatni targ'ib qiladi. Medianing turlari. Media bir nechta asosiy turlarga bo'linadi. An'anaviy media, mass media. Bu turdagi media vositalari uzoq yillardan beri faoliyat yuritib kelmoqda. Ular televideniye, radio, gazeta va jurnallar, kino. Yangi media, digital media texnologiyalar rivojlanishi bilan yangi media shakllari paydo bo'ldi. Internet saytlari, ijtimoiy tarmoqlar, Facebook, Telegram, Instagram, TikTok va boshqalar, bloglar va vloglar, YouTube, podkastlar, onlayn radio, mobil ilovalar orqali axborotni uzatish. Medianing asosiy funksiyalari bu axborot berish, tarbiya va ta'lim, ko'ngilochar entertainmentlar, nazorat qilish, jurnalistlar orqali hokimiyat va jamiyat ustidan nazorat amalga oshiriladi. Ijtimoiylashuv. Media orqali odamlar o'zaro muloqotda bo'ladi, jamiyatdagi voqealardan xabardor bo'lib turadi. Zamonaviy mediadagi muammolar, soxta axborot, fake news tarqalishi, axborotning bir tomonlama yoritilishi, reklama va tijorat bosimi, shaxsiy hayot daxlsizligining buzilishi, ommaviy manipulyatsiya qilish. Shuning uchun bugungi kunda media savodxonlik har bir inson uchun zarur ko'nikmaga aylangan hisoblanadi. O'zbekiston va mass media. O'zbekiston va media. O'zbekistonda so'nggi yillarda media tez rivojlanmoqda. Mustaqil va nodavlat OAVlar soni ortmoqda. Blogerlar jamiyat hayotida faol ishtirok etmoqda. Axborot erkinligi bosqichma-bosqich kengaymoqda. Yoshlar orasida raqamli media ommaviylashmoqda. Media va media savodxonlik o'zaro qanday bog'langan? Media bu axborot manbai hisoblanadi. Media turli axborotlarni jamiyatga yetkazuvchi vosita. U ijtimoiy tarmoqlar, gazeta, radio, televideniye, bloglar, veb-saytlar orqali bizga turli yangiliklar, fikrlar, voqealarni taqdim etadi. Media bizga dunyoda nima bo'layotgani haqida tez va keng ko'lamli axborotni berib o'tadi. Media savodxonlik bu axborotni tushunish va tahlil qilish qobiliyati. Media savodxonlik bu odamning media orqali kelayotgan axborotni to'g'ri qabul qilish, tahlil qilish, soxta axborotni ajrata olish va axborotni ongli tarzda tarqatish ko'nikmasidir. Media savodxon inson axborotga ko'zini yummaydi. U uni o'rganadi, manbasini tekshiradi va haqiqatni aniqlashga harakat qiladi. Media savodxonlik. Media va media savodxonlikning foydali tomonlari. Axborotga tezkor kirish, ta'lim va o'qitishda yordam, ijodiy fikrlashni rivojlantiradi, fuqarolik faolligini oshiradi. Media savodxonlik orqali tanqidiy fikrlarimiz ham shakllanadi. Odamlar yolg'on axborotni tanib, haqiqatni ajrata olishni o'rganadi bu orqali. O'zaro bog'liqligi. Media va media savodxonlik o'rtasidagi farqlar. Media bu axborotni yaratadi va tarqatadi. Media savodxonlik axborotni qabul qiladi va tanqidiy tahlil qiladi. Media ommaviy fikrga ta'sir o'tkazadi. Media savodxonlik esa ushbu ta'sirni tushunadi va undan himoyalanishni o'rganadi. Media haqiqiy va yolg'on axborot bo'lishi mumkin. Media savodxonlik esa haqiqiy va soxta axborotni ajratishga yordam beradi. Media har kim foydalana oladi. Media savodxonlikdan esa har kim foydalanganda ongli bo'lish kerakligini o'rgatib o'tadi.
Quyida media va unga bog'liq tushunchalar keltirib o'tilgan. Media bilan bog'liq tushunchalar. Mediani qo'llash. O'qituvchi dars jarayonida mediani qo'llashda quyidagi talablarga e'tibor berish kerak. Media o'quv dasturiga integrallashuvni o'rganishi, mavzuga xos mediani tanlashi, mavzuga xos mediani tahlil qilishi, tahlil orqali mediaga tanqidiy yondashishi, medianing shakl tuzilishi, texnologiyalarni o'rganishi, media orqali axborotni uzatish usulini o'rganishi, o'quvchilarga tanlangan medianing ta'sirini o'rganishi, o'quvchining mediasi bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish ta'sirini o'rganish. Media va media savodxonlikning salbiy jihatlari to'g'risida to'xtalib o'tsak, soxta va manipulyativ axborotlar, fikrni boshqarish, yolg'on ma'lumotlar tarqatish xavfi yuqori, axborotga qaramlik, ko'p vaqtni ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazish orqali odat tusiga kirish mumkin. Psixologik salbiy ta'sirlar, salbiy yangiliklar, zo'ravonlik tasvirlari inson ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shaxsiy hayot daxlsizligining buzilishi, shaxsiy ma'lumotlar ochiqlanishi yoki noto'g'ri ishlatilishi mumkin. Ijtimoiy izolyatsiya, real hayotdagi muloqotdan uzoqlashish, yolg'izlik hissining kuchayish ehtimoli mavjud. Bugungi raqamli asrda media vositalari inson hayotida katta o'rin tutmoqda. Ular orqali biz nafaqat yangiliklardan xabardor bo'lamiz, balki ta'lim olamiz, dunyoqarashimizni kengaytiramiz va ijodiy fikrlashni o'rganamiz. Biroq media vositalarining ta'siri har doim ham ijobiy bo'lavermaydi. Noto'g'ri axborot, psixologik bosim, vaqtni behuda sarflash kabi xavf-xatarlar ham mavjud. Shu bois har bir inson media savod bo'lishi, ya'ni axborotni tahlil qila olishi, ishonchli manbani aniqlay bilishi va axborotdan ongli tarzda foydalanishni o'rganishi zarur. Faqat ana shundagina media biz uchun foydali qurolga emas, balki zararli vositaga aylanmasdan qoladi. Buning bilan bizning darsimiz o'z